aziz yurtdoshlar, birodarlar, akalar, opalar, obunachilar. Mana shu bog'da xudo xolasa bir o'zim kesyapman. Agro eksport kanaliga murojaat qilganim uchun o'tgan yil ham kesib shakl berib ajoyib nima bo'ldi. Hosil oldi. Mana novdalari ham yaxshi surgan. Mana keyin tagidan chiqqan novdani, mana tagidan tomir tarafidan chiqqan novdani tepaga qilib o'stirish kerak. Ya'ni zapas qilib qo'yish kerak. Hosildorlik yaxshi olish uchun shu novlarni hozir kesilganini sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bizim novdamiz kesganimiz. Har bittasi mana bunaqangi bittadan novda qo'yiladi. Shakl beriladi mana. Mana bittadan har bitta kunda, ya'ni 2 yillik kunda bo'lgan nimalarga mana bu daraxtimiz 5 yillik, ya'ni 5 yillik daraxt bo'lgan uzum. Ya'ni Husaynning navlari berdi asosan. Husayn qoradamiski, oqdamiski, oqbar degan navlari bor. O'sha kishining nimalari mana. Keyin baylashda mana bunday qilib holatda baylanadi. Mana bunday qilib, mana bunday tekis holatda qilib baylanadi. Bular ham naridan kelgan mana novdalari. Mana har bittasi novda qo'yilgan holati mana bir donadan. Keyin mana bu yoqdan qo'yish kerak. Bitta zapas o'rta ochilib qolmasligi uchun, ya'ni miyani atrofi ochilib qolmasligi uchun bitta novda, keyin mana bu yerdan qo'yiladi. Keyin mana bu yerdan novda qo'yiladi. Bular ham mana bunday qilib baylanadi. Bular baylaksiz qolib ketmasligi kerak. Nimagaki bir-biriga chalkashib bo'lib hosil olish qiyin bo'ladi, kasallik bo'ladi. Shu sababdan bu novdalar hammasi baylanadi. Mana o'zim bir kunda kesib chiqqanman mana. Mana pastgacha mana. Pastgacha bir kunda mana pastroqgacha kesib bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya etaman. Keyin mana bu yerdan chiqqan novdani qo'ymanglar. Mana bu yerdan chiqqan novdani absolutni qo'ymanglar. Mana bu yerdan qo'yiladigan novdasi bo'ladi. Mana shu novdasini qo'yinglar. Mana bu yerdan olib tashlangan. Mana tagidan olinadi. Tagidan olmasangiz ko'klaydi. Novda yana qaytib ko'klaydi. O'shaning uchun olib tashlanadi. Aziz yurtdoshlar, obunachilar. Keyin mana bunda chiqqan shox-shapalar bo'ladi. Mana bundaqa chiqqan shox-shapalari olib tashlanadi. Uzumlarda ko'klash uchun. Bular hali yosh bo'lgani uchun, ya'ni qora zangi kamroq bo'lgani uchun bular qo'yib berilgan mana. Bu yoqdan ham, keyin mana bu yerdan ham qo'yilgan, bu yoqdan ham. Mana bu tarafdan ham, bu tarafdan ham, mana bu tarafdan ham qo'yib berilgan. Keyin bu tarafdan ham qo'yib berilgan. 2 yil davomida zang bo'lishi uchun mana. Lekin pilesovoy sim tortmagan. Pilesovoy sim tortaman deyapti egasi. Endi xudo xolasa tortsa kerak. Pilesovoy degani mana bunaqasiga ko'ndalangiga, mana shu yerdan ko'ndalanga tortiladi. Yana farsinkalar qo'yiladi. Farsinkalarni qo'yadi xudo xolasa. Mana obunachilar, mana shu daraxtimiz ham 5 yillik. Bu yerda hammasi 5 yillik, 6 yillik. Endi birin-ketin nima bo'lgan? Ko'chatdan birin-ketin ekilgan. O'shaning uchun tuplar har xil bo'lib semirib o'zgargan. Mana bizning obunachilar mana. Mana bu yerda qaychimiz, mana pirchatkamiz ham qolib ketibdi. Pirchatkamiz, qaychimiz. Mana qaychida. Hovli uzumlarda ham absolutni neto kesmanglar, hosilni ko'p qo'ymanglar.
Novdani ko'proq qo'ysa, hosil ko'payib ketib, doni mayda bo'lib, sipasiz bo'ladi. Mana shu daraxt etkizib bera olmaydi ozuqani. Ozuqani etkizib bera olmaydi. Charchab qoladi. 10 yillik bo'ladimi, 20 yillik bo'ladimi? 20 yilliklar, 10 yilliklar bunaqa qilib qo'yilmaydi. Novdasi mana bu yerdan qo'yiladi. Bu kunda bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerdan qo'yiladi. Atrofda har joydan bir donadan qo'yilib chiqiladi. Salomat bo'linglar, tashakkur.